Baliq Yunus alayhisalomni yutib dengizni tubiga tushganida Alloh subhanahu va taolo Yunus alayhisalomga dengiz tubidagi jonivorlarning Allohga aytayotgan tasbihini eshittirib qo'ydi. Maxluq borki Allohga tasbih aytadi, "Valakin la tafqahuna tasbihahum" dedi Alloh taolo. Lekin sizlar tasbihini tushunmaysizlar. Alloh taolo Yunus alayhisalomni shu tasbihni anglaydigan qilib qo'ydi. Ya'ni Alloh taolo o'zi ishora qildi, tasbih ayt, Allohni zikr qil, chiqib ketasan bu musibatdan. 3 ta zulmat ichida qoldi. Balg'ida qornidagi zulmat, dengizni tubidagi zulmat va ana shu osmondagi zulmat. Musulmon kishining boshiga musibat tushar ekan, qarzmidi, xavfmidi, qo'rquvmidi, nima borida qalbi yoqmaydigan, shu duoni o'qir ekan, inshaalloh Allohning izidan chiqib ketadi. Fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Qorong'u zulmatlarda turib, hech iloh yo'q magar o'zing bordirsan. Ey pok Parvardigor, dar haqiqat men o'z jonimga jabr qiluvchilardan bo'lib qoldim deb nido qilgan paytini eslang.